Avvalambor assalomu alaykum azizlarim. Bugungi ochirim aqlingizdagi inson siz haqingizda nimani tushundi shu haqida bo'ladi. Hammangizga rahmat, chiroyli komment va izohlar uchun. Niyatingizni oldim, shifoli bo'lsin ochirim. Ochirim qilishdan oldin sizlarga bir ikki og'iz aytadigan gaplarim bor. Nima desam, har bir holatingizda avvalo Allohni so'rashingizdan so'rayman. Xoh sevgida bo'lsin, xoh ishda bo'lsin. Chunki Alloh bergan narsani bandasi bera olmaydi. Chin qalbdan so'ragan bu qo'llar Allohim quruq qaytarmaydi. Nimaga bunaqa deyapman? Chunki ba'zi insonlar menga Telegramga yozganida bu ochirim men uchunmi? Bu ochirim hammaga tushadimi? Videoni boshida aytib o'tyapmanki, ha, bu ochirim hammaga tushadi. Keyin nima desam, menda u holat bo'lmayapti, menda bu holat bo'lmayapti deb kartalardan najotingizni izlashingiz mumkin. Azizlarim, to'g'ri, kartalardan ba'zi bir holatlarda to'g'ri chiqishi mumkin, lekin hech kim xudo emas. Karta bu energiya orqali ko'riladi. G'aybni esa bilguvchi faqatgina Alloh. Men xudo emasmanki, hozir sizga men sizga ko'rib beraman, 100% to'g'ri chiqadi deb turib. Borda ba'zilar Telegramdan yozishadi. Hozir ochirim qilsam 100% chiqadimi, unaqa bo'ladimi, bunaqa bo'ladimi deb so'raydi. Men xudo emasman-ku, oldin menga ochirim qilib ko'ring azizlarim. Agar noto'g'ri chiqsa, ha shu joyiga shunaqa qildingiz opa deb aytishingiz mumkin. Yoki men hamisha hamma klientlarimga ham aytganman. Avvalo sen mushkulingni Allohdan so'ragin. Insonni ehsoni bo'lsa, insonni qo'li ochiq bo'lsa, sevgida ham, ishda ham yo'llari ochilib ketadi. Shu bois ham nima demoqchiman, bandasidan u mukammallik bo'lgan holatingizni o'zingiz eplay olmayapsizmi? Bandasidan so'rab yotmang. Sababi kimnidir insoni taqdiriga mos bo'ladi yoki taqdiriga mos emas bo'ladi. Bir-biriga tushunmasdan turib tanishib qolishgan bo'lishadi. Agar Allohim sizga xayrli narsani bermoqchi bo'lsa, azizlarim, xayrsiz narsa bilan sizni sinaydi. Allohimni ro'barasiga men senga shuni o'qiyman, shuni zikr qilaman, sen menga sevganimni berasan, yoshimni berasan deb emas. Allohim bergan har bir sinovingga alhamdulillah, lekin men bir hayotimda bir shunaqa mushkul bo'ldiki, o'zingga tavakkullik bilan qo'ydim desangiz, Allohim bir duolaringizni ijobat qilmaydi, ikki duolaringizni ijobat qilmaydi, lekin farishtalar har doim mushkulingizni olib borib Allohimni tarozisiga qo'yaversa, Robbim bir kunmas bir kun o'sha maktublaringizni ochganda siz bir so'ragan narsangiz arzimagan narsa bo'ladi, lekin haq taoloyim sizga firdavschalik bir xoh sevgida, xoh oilada, har bir holatingizda sizdagi muammongizga yechim beradi, mukofotini beradi. Shu bois ham nima desam, mukammallik bandasiga emas. Hamma inson har xil narsaga ixlos qiladi. Kimdir qahvaga, foliga, kimdir tasbehga, yana kimdir boshqa narsaga. Shu uchun ham azizlarim, agarda bu videoyim ba'zi insonlarga tushmasa, o'tkazib yuborishingiz mumkin. Agar sizlarga to'g'ri kelsa, like hamda komment yozishda, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Qanunda boshladik. Niyatingizni oldim, shifoli bo'lsin ochirim. Ko'p gapirganim uchun uzr. Xo'p, men bilan bog'lanish uchun Telegramga Feride Tarokat deb yozsangiz, shaxsiy ochirim qilishingiz mumkin azizlarim. Bu majburiy emas, kimdir xohlasa ochirim qilishingiz mumkin. Aqlingizdagi inson siz haqingizda nimani tushundi? Qanunda ko'raylikchi. Aqlingizdagi inson nimani tushundi? Menimcha o'rtalaringizda tortishuv bo'lganligini, siz bir shunday insonsizki, aqlingizdagi insonga nisbatan kartada ko'rinyapti, xuddi bir quyoshdek inson ekanligingiz. Nima desam, hamma narsada ya'ni bir porloq, quvnoq, ichki qalban o'zingizni bosib olgan inson ekanligingiz bu yerda ko'rinyapti. Hech kimdan qalbingizdagi narsani sir saqlamaysiz, har qanday holatda ham.
hamma narsani, ya'ni har bir insonni o'zingizdek tasavvur qilasiz. Lekin insonlarning qanaqaligini sizga dushmanlik qilganda tushunib yetganingizda kech bo'ladi. Siz ya'ni ichingizda sir saqlamaydigan inson ekanligingiz bu kartada ko'rsatmoqda. Xo'sh, aqlingizdagi inson sizni nima deb tushundi? Aqlida u inson sizni yaxshi ko'rishligini, ya'ni sizga oshiq ekanini tushundi. Har qanday narsadan sizda qizg'onishligini tushunib yetdi azizlarim. Bu kartamizda ko'rsatyaptiki, boshida aytganimdek sizlarda tortishuv bo'lganligi, aqlingizdagi inson esa sizdan jahli chiqqanligi kartamizda aytmoqda. Endi ko'raylikchi, nimaga jahli chiqibdi aqlingizdagi inson? Sababi nima? Sizdan jahli chiqqaniga sababi nima? Siz uni aqlida, ya'ni fikrida, ikkilanishlarda qoldirgansiz. Ya'ni yolg'izlantirib qoldirganingiz. U meni tanlov qarshisida qoldirdi. Siz uni nima desam, usizlikda baxtli, ya'ni holatingiz yaxshi deb aqlingizdagi inson o'ylaydi. Shu bois u inson sizdan jahli chiqqan. Ayol kishi bu videomizni ko'rayotgan bo'lsa azizlarim, siz erkak emassiz, ya'ni erkak sizni tushunishi kerak. Chunki u sizni uyingizga sovchi qo'yadi yoki xotinlikka qilib olgan. Siz unga uylanmaysiz. Erkak har qanday holatda ham ayolni tushunishi, erkakligini ko'tarishi kerak bo'ladi. Bu har qanaqa narsada jahli chiqib ketaveradigan inson bo'lsa, halitdan shunaqa qiladigan bo'lsa, ertangi kuningizda og'ir yengil yukingizni ko'tara olmaydi. Bu kartamizda shu haqida aytmoqda. Xo'sh, erkak kishimiz ko'rayotgan bo'lsa, agarda erkak kishimiz ko'rayotgan bo'lsa, bu videomizda aqlingizdagi inson to'qlikka sho'xlik qilib o'zgargan. Sizni ba'zan his-tuyg'ularini ko'rsatmaydigan va mendan nimadir yashiradigan deb sizni tushunyapti. Ya'ni yoqtirgan insoningiz. Xo'sh, u sizga nimaga oshiq bo'lgan? Ko'raylikchi. U sizga nimaga oshiq bo'lgan? Siz uni nima desam, qadrlagansiz, avaylagansiz. Siz go'zalsiz. Haddingizni biladigan, kiyinish borasida esa o'zingizga e'tibor qaratadigan insonsiz. Unga doimo bir xil muomalada bo'lib, ya'ni qadrlab munosabatda bo'lasiz. Shu sababli u sizga oshiq bo'lgan. Har qanday munosabat insonda bo'lishi mumkin azizlarim, lekin sizlarning munosabatlaringiz umuman o'zgacha. O'zgacha bir oshiqlik, shunaqa deb tushuntiray. Aqlingizdagi inson bu haqida o'zi yaxshi biladi, lekin nima deb tushuntirsam, o'zini bilmaganlikka soladi, ya'ni tentaklikka soladi bu inson. Sizni oldingizga kelganda o'z hislarini yashiradi. Kartalarimizda shularni ko'rsatmoqda azizlarim. Xo'sh, endi kartalarga savol beraylikchi. Aqlingizdagi inson hozirda sizdan nima xohlayapti? Sizdan nima istayapti? Aqlingizdagi inson bu kartada istayaptiki, nima desam, bir holat bo'lishini, ya'ni siz bir rejalar tuzsangiz, ya'ni bu kartamizni siz deb tasvirlasak, siz bir rejalar tuzsangiz, ya'ni u bilan vaqt o'tkazsangiz yoki uni qayergadir olib borishingizni, birga dam olishlaringizni istayapti. U siz bilan chiroyli muhitda bo'lsa-da va siz u bilan yolg'iz bo'lsangiz va barcha narsani u unutishni xohlayapti, ya'ni aqlingizdagi inson. Aqlingizdagi inson hozir juda ham charchagan. Judayam o'ylovda qolgan, lekin yaxshi ko'radi bu inson. Bir ko'makka ehtiyojim bor. Ya'ni siz bilan birgalashib bu yechimdan chiqishini xohlayapti, ya'ni yoqtirgan insoningiz. U ham siqilyapti,
ham sizni sog'inyapti, hamda siz bilan shunaqa bir holatlarni o'tkazishda, shunaqa joylarga borishni judayam qalbidan xohlayapti. Siz nima desam, aqlingizdagi insonga nisbatan u insoningizni judayam yaxshi ko'rishingiz bu kartada chiqmoqda azizlarim. Xo'p, uning aqlida ayni kunlarda nima bor? Uning aqlida nimalar kelyapti? Uning aqlida siz unga adolatli bo'lishingiz kerak. Uning aqliga shular kelyapti. Siz unga ham qalban, ham aqlan, ham jismonan kuch bergansiz. Shular haqida u o'ylayapti hamda aqliga kelyapti. U menga baxt bag'ishlaydi demoqda. Ba'zilarda esa uchinchi shaxs ham ko'rinyapti azizlarim. Uchinchi shaxs yonida bo'lgan insonlarimiz bo'layotgan bo'lsa, qalbidagi inson har qanday holatda ham u sizni o'rningizni bosa olmayapti. Bu inson esa bularni tushunib yetayotganligi kartamizda ko'rsatmoqda azizlarim. Bugungi ochirim shulardan edi. Agarda sizga bu videom yoqqan bo'lsa, bu ochirim yoqqan bo'lsa, komment hamda layk bosib, qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Keyingi ochirimlarda ko'rishguncha Alloh barchangizdan rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar azizlarim.